Optimga keldik. Quritilgan sublirованный mevalarni qizlar. Juda ko'pchilik so'radi. Men bunchalik qiziqish bo'ladi deb o'ylamadim. 35 yuandan, bular 60 yuandan yarim kilosi qizlar. Yarim kilosi anjir 60 yuandan, mix 40 yuandan. Ko'rib turibsiz, o'z narxini qo'yib beryapman. 30 yuandan. Agar tonna oladigan bo'lsa, конечно, boshqa narx bo'ladi. 40 yuandan, bular 40 yuandan ochig'ini video qilyapman. Korobkalar to'la qoplarda turibdi. 40 yuandan 40 yuandan ko'rdilaringiz. Bu yarim kilosi, yarim kiloga hisoblaysizlar. Keyin yana bu yong'oqlardan so'raganlar ham 45 yuandan 75 yuandan mana ular. Yo'lkada o'sadi, yo'lkaniki. 35 yuandan 38 yuandan, bular hammasi yarim kiloga. Yer yong'oq 13 yuandan. Keshu 45 yuandan, pista 45 yuandan yarim kilosi. Bu yaxshirog'i 55 yuan ekan yarim kilosi. Bu 35 yuandan keshu qizlar. Storiesini ko'rsalaringiz, gruppani atmetka qilib qo'yaman. Telegram gruppaga polniy rasmlari bilan joylayapman. Kimga kerak bo'lsa, minimalniy 5 kilodan zakaz qilsalaringiz bo'ladi. Bular bor ekan, mangolar quritilgani 22 yuandan. Ko'proq tovar olganga podarkasiga mana shunaqa quritilgan chigirtkami nima ekan, shulardan berib yuboraman podarkasiga qizlar.